Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Kadir Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün Çiğistağ 2021 8. ayının 16. günü. Haftaki Düşenbe vatandaş. Kırvatsız Afganistan vaziyetini, Afganistan'da hazır demek Prezident Mahkemesi'ne görüp oturdu Talibanlar. Ondan sonra Ashraf Ghani, Prezident Ashraf Ghani Tacikistan'a kaçıp gitti. Ondan halk askerleri başlığı. Mesela Abdurreşit Dastam, o hazır Özbekistan'ın Termiz vilayeti kelip orullaştı. Yakında aytganda Tacikistan Prezident Ghani'ye siyasi panalık verdi. Özbekistan Marshal Dostum Abdurreşit'e siyasi panalık verdi degan gap. Şunun bilan Prezident Mahkemesi'ne görüp Taliban'ın bayanatçısı şundaq bayanat e'lon qildi. Afganistan'da urush to'xtadi. Demek Irak dini savlığanda 40 yıl. Keyin dini savlığanda 20 yıl. Davamlaşkan urushni endi Afganistan taraf bugün to'xtadi deb e'lon qildi vatandaşlar. Şunun münasebetlik bir leksiya tayyorlab keldim vatandaşlarga. Mavzu mundaq. Taliban Afganistan Prezident Mahkemesi'ne tizginledi. 60'dan artıq davlat birleşme bayanat e'lon qilib mavzuli xabar 8. ayının 15. günü Vanbet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. 11 sal matbuotlar xabari. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi yakshanba kuni kechda bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. 60 davlat birleşme bayonot e'lon qilib Afganistandan ayrilishni xohlagan Afganistanlıqlarning ve chet el fuqarolarining Afganistandan ayrilishiga ruxsat qilishi kerak. Aeroport ve o'tish chegaralaridan chegara eg'izlari echib etishga kafolat qilishi lozim. Reuters agentliği xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika, Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya qatorliq 60 davlat birleşme bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Afganistanning har qaysi joylarida huquqliq va nopozli kishilarning Afganistan vaziyatiga mas'ul bo'lish majburiyati bor. Kishilarning hayoti va mol mulkini qo'g'dab, bexatarlik va xalq ishlar nazorati tartiblarini darhol asliga keltirishi lozim. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika rahbarligidagi askariy qismlar Afganistandan chekingandan keyin Taliban qurolliqlari poytaxt Kabulga Prezident Mahkemesi kirib o'rinlashdi. Afganistan urushining oxirlashganligini e'lon qildi. G'arb davlatlari ilgari keyin bo'lib Afganistandan fuqarolarni chekintirishga boshladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligiga mansub 1000 nafar askariy qism Amerika garajdonlariga va Amerika tarafga hamkorlashib xizmat qilgan Afganistanning chekinishiga xizmat qilgan Afganistonliklarning Afganistandan chekinishiga hamkorlashib havo qatnash va odat qatnashlarni o'ddigilab bir necha ming amerikalikning chekinishiga qolaylik yaratib berdi. Taliban poytaxt Kabulni qo'lga tushirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkemesi, Davlat Mudofaa Ministrligi birlashma bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika keyingi 48 soat ichida 6000 nafar askar avatadi. Ya'ni fuqarolarning chekinishi va boshqa chekinish xizmatlarini qolaylashtirish va o'ng'aylik erishtirish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Afganistonga 6000 nafar askar avatadi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Twitterda mundaq ko'rsatdi. Amerika va xalqaro jamiyat Afganistondan ayrilishni xohlaydigan kishilarga ve chet el garajdonlarining Afganistandan ayrilishiga ruxsat qilishni umid qiladi.
aeroport, çegaradan ötüş eğizleri içi bitilişi, tinchlik ve asayişlik saklap kalınışı lazım, deb gösterdi.